Assalomu alaykum. Bugun Chirchiq daryosi haqiqiy chiqindixonaga aylanib boryapti. Odamlarimiz yordami bilan. Ko'ryapsizmi? Mashinadan pulga olib tashlattirishyapti. Asosiy qurilish chiqindilar. Chora ko'raman. Kamera necha marta qo'ydik. Chora ko'raman desak, tadbirkorman deb dodlab chiqadi, lekin hech bir tadbirkorga ham chiqindilarni bunday tashlash, joylashtirishga ruxsat berilmaganda. Biznes ombudsmanga boshqa shikoyat qilishadi. Lekin mana bugungi Chirchiqda ahvoli. Bu demak Chirchiqda nariyoq Quyi Chirchiq, bu yoq Yangiyo'l tuman hududi. Surum deyishadi nariyog'ini, u yoq ham chiqindixona olib ketgan. Inspektorlar kelsa 100 ta joydan qo'ng'iroq bo'ladi, zo'ravonlik qilib tegmadi, lekin mana ahvol. Basket bo'lmayapti ularga. Mana yoqda bitta inson ochiqchasiga mana chiqindi to'kish bilan ovora. Mana shunaqa o'rtoqlar. Daryoni asrash hammamizning vazifamiz bo'lishi kerak. Faqat bir soha deb emas. Bu kelajagimiz aslida, lekin mana shunday ayanchli ahvolga kelib qolgan bugun Chirchiq. Kuzatuv kameralarimizni necha bor buzib ketishyapti. Shu yoqlarga joylashtirgan. Shunchalik darajadaki, shu kelajak barbod bo'lsa bo'lsin, faqat bugungi kun bilan yashaylik deb ozgina qonuniy tashlash mumkin bo'lgan poligon bor, shu yerga sal uzoq, lekin shu yerga olib borishga eriniladi. Bu daryoni hali beri o'ziga keltira olmasa kerak. Asosan qurilish chiqindilari. Qani maksimal qonuniy chora ko'rishga harakat qilamiz. Agar bosim bo'lmasa, bizga, biz inspektorlarimizga qonuniy chora ko'rishga qo'yib bersa bo'ldi, lekin juda qiyin bo'lyapti bu Chirchiq atrofini tozaligini saqlash, muhofaza qilish, chunki bosim juda ham kuchli. Qo'ng'iroqlar, kattalarda chiqishi, aralashmagan odam qolmas ekan. Mana o'rtoqlar, bilib oling, bu bizning kelajagimiz. Mana qanday ahvolda. Shuni siz bizga o'xshagan oddiy odamlar qilyapti. Bu Chirchiqda atrofi, mana ahvol. Voy. Yo'q, chiqindining o'zi qolmagan. Bitta odam qolibdi-da, o'zi u odamning o'ligini tashlamagan.